O'zi yalinib turib oldi-yu, anchadan beri kelganmiz, bugun yotib ketasiz. Endi mana videoda o'chirib qo'yarasiz aka. Ha? Siz o'chirib turaverasiz. Endi. O'chirib turaverasiz? Ha. Adını aytmaydi, namoz akam og'zidan ketib qoladi, ana shu o'yardi. O'da. Ha. Ya kelgan olasiz, mayli. Muhiddin bilan ertaman telefonlashuvdik. To'g'ri. Usta. Muhiddin bilan ertaman telefonlashuvdik. Muhiddin dedi, Ravshanbek siz ham gapga aytdimmi desam, aytdi aka, boraman bu oqshomolga, bugun maza qilib o'tiramiz gap dedi. To'g'ri. Ha deganda kelavermadi Muhiddin. Ha. Qorasuqlik o'rtoqlar telefon qildi. Muhiddin ketyapti. Balonni almashtirishyapti dedi, mashina buzilib qolibdi. Nima aytdim, yo Muhiddinning dami chiqqan. Soat 9da yangi bozorda oldida ko'rishamiz dedingizmi? Ko'rishadigan edik-da. Kelib yarim soat kutdim aka. Ha. Mashinangiz turibdi, o'zingiz yo'qsiz. Bunaqami? Men o'yladim-da o'zimcha. Ha. Namoz ekan, to'y qilaman debdi, yo kamiga kirib ketgan. Haqiqatda men keldim. Shu va'dalashgan joyga. Mendan oldinroq kelib, panjaraga suyanib, boshingizni ushlab o'ylanib turgan ekansiz. Ha. Aytdim, Muhiddin boshini ushlab o'ylanib qoldi, yo g'ami katta dedi. Endi yoshi 60 ga borib qoldi aka. Organizmda o'zgarish bo'ladida. Albatta-da. Doim sog'ligidan bog'liq yuradi. O'zimcha o'ylayman. Namoz akam yo o'tar edi. Siz ham sog'ligingiz yaxshi emas edi, endi yaxshi bo'lib qoldingiz. Bir oy buni oqsalayotgandingiz. Qadamingiz qiyshiq bosayotganingizga aytdim, Muhiddin yo o'q yegan. O'tib oryapti, bir telefon qilib bo'lsa, hol-ahvol so'rab qo'yilsa, urush beryapti, ishing nima deb. Achchig'im keldi, aytdimki, boring, o'tingga ham urdi. Endi biz dehqonchilik bilan shug'ullanib turamiz-da usta. Ha. Savdo ekuvdim. Savdo o'taq qilyapman desam, o'taqqa yordam beraman deb keldi. Ha. Tagasi ham yo bo'lmasa tutib panasda yotibdi, men aytdim, Muhiddin yo o'taqqa yaramaydi. Faqat bir kun yordam beringlar, chaqirdi Sasarga. Chaqiruvdim. Bir kun kelib ishim yoqib qoldi shekilli-da. Ha. Ertasiga ham indiniga yana chaqiryapti Mirzo aka. Ke o'zimcha o'ylandim, namoz akamga yo o'tag'im yoqib qolgan. Uka, men sizniki asarga bekor chaqiribman. Nimaga? Ko'ngilda yordam bermaysiz. Bundan keyin sizga o'tag'im ham yo'q. Aç kezilgan daro payqizdi Mirzo aka. Endi mana uyga o'taqqa solib qo'yib, o'zi dam olib o'tiribdi. Ovqatdan darak yo'q. Ya undan so'radim, namoz qilgan qani desam, unisi gapirib yubordi. O o'taqda boshida o'tiribdi dedi. O'taq qiladigan odam ovqat solib kelsa yo'q-da. Ketib boribsiz. Men aytdim, Muhiddin yo egardi qoshida ketgan. Hali yulingan yangi ko'katlar o'taqlarni achib ketdi tekka solib. Ertasiga nima qilyapsini tushuntirib yubordim. Hamir ovqatni yaxshi ko'rardi, yo o'taq deb o'tiribdi. Bize Budulgada yarim ichilgan soqchoy bor edi. Hechga xizmat qilmasdanlar soqchoyni ichkariga olib kirib ketibdi-da. Men aytdim, Muhiddin savdini ichiga olib kirib yo ichib o'tiribdi. Muhiddinjon, billa kelyapsiz, yo'lda ko'ylak yirtilib qoldi akami. Men Mosevarxonaga kirib ketayda, yo'qolib ketdi 15-20 minut.
Keyin borib mo'ralab o'zim o'yladim-da. Namaz o'qigam kirib olib, yo tiktiryapti. Men tiktirmadim. Chevar yo'q ekan. Igna bilan ipini olib o'zim tikib chiqdim. Buni bilgandagi Ravshanga nima dedingiz? Nima debdi? Namaz o'qigam qo'lida igna bilan ip tikirdim. Yo, tikib chiqdi. Xudojon, yurtimiz mana kundan kunga obod bo'lyapti, olaringlar endi.